Hammaga salom. Siz Yaxshi kino kanalidasiz va biz boshladik. Yosh qiz Shahzodaning kemasi halokatga uchragach, tropik orol qirg'og'iga kelib qoladi. O'ziga kelgan qahramon o'z yonida do'sti Bredni ko'radi. Uning biqiniga dengiz korali kirib qolganligi sababli yigitning zaryadi xuddi eski iPhone kabi juda tez tugayotgan edi. Shahzoda bechorani suvdan chiqarib, unga yordam berishga harakat qiladi. Kuchli og'riqdan yigit o'ziga keladi va birinchi bo'lib qizdan biron bir g'alati narsani ko'rdingmi deb so'raydi. Biroq qiz bu savolga e'tibor bermay, unga ichishga suv qidirish uchun o'rmonga yuguradi. Ko'p o'tmay u kokos topishga muvaffaq bo'ladi va biroz harakatdan so'ng kokosning suvini chiqaradi. Mamnun Shahzoda darhol do'stining yoniga qaytadi, lekin do'sti allaqachon oyog'ini uzatib yuborgan edi. Vaziyatdan tushkunlikka tushgan qiz orolni ko'zdan kechirish va imkon bo'lsa boshqa odamlarni topish uchun qirg'oq bo'ylab yuradi. Ammo biroz vaqtdan so'ng yana jonsiz Bredning yonidan chiqib qoladi. Orol juda kichik ekan. Shunda qahramon o'rmon ichkarisiga kirishga qaror qiladi va u yerda hayrat bilan kimdir qoldirib ketgan shaxsiy buyumlarni topadi. Eski sumka, o'yinchoqlar solingan ryukzak va ichida muddati o'tgan Coca-Cola bo'lgan idish orolda kimdir bo'lganidan dalolat berardi. Shom vaqtida Shahzoda do'stining ustini palma barglari bilan yopadi va tropik yomg'irdan eski adyol ostida yashirinib, o'rmondagi birinchi tunini o'tkazadi. Ha, bu mehmonxonada yulduzlar 5 tadan ko'p, lekin negadir devorlar yo'q edi. Ertalab qahramonimiz qirg'oqdan akula o'ligi bilan birga topib olgan baliqni yeb, nonushta qilmoqchi bo'ladi. Biroq uni yetarlicha tozalay olmagani uchun bu niyatidan voz kechishga majbur bo'ladi. Keyinchalik Shahzoda begona buyumlar orasidan bir juftlikning fotosurati tushirilgan kundalikni topadi. Afsuski, suv barcha siyohlarni yuvib yuborgan edi. Shu sababli kundalik mazmunini o'qishning imkoni bo'lmaydi. Kayfiyati tushgan qiz orolni o'rganishda davom etadi va tez orada dahshatli narsaga duch keladi. O'rmon ichkarisida 3 ta qabrni topadi. Toshlarga o'yilgan bosh harflar bu yerda butun bir oila dafn etilganidan dalolat berardi. Mash'um topilma qizni sohilga qaytib, Bredni yerga qo'yishga undaydi. Kechqurun kunduzgi hayajonlardan charchagan Shahzoda eski gugurtlar foydalanib gulxan yoqadi va qovurilgan baliq bilan ochligini qondiradi. Biroq yangi kun unga tashvishlanish uchun yanada ko'proq sabablar keltiradi. Kimdir yoki nimadir qabrni kavlab ichidagini paqqos tushirgan edi. Bu dahshatli manzara qizni o'tkir uchli tayoq bilan qurollanishga va bundan buyon hujum kutib, doimo hushyor turishga majbur qiladi. Tun bo'yi gulxan yonida o'tirgan Shahzoda qirg'oqdan uzoqda to'lqinlar ustida tebranib turgan chamadonni payqaydi. Ungacha suzib borgan qahramonimiz suv ostiga sho'ngishga qaror qiladi va u yerda hayrat bilan sirli va vahimali girdobni ko'radi. Shundan so'ng u shoshilib qirg'oqqa qaytadi. Chamadonda ko'plab ayollar kiyimlari bor ekan. Shuning uchun qiz nihoyat kiyimlarni almashtirishga muvaffaq bo'ladi. Shu kecha orol tepasidagi osmondan uchib o'tayotgan vertolyot ovozi eshitiladi. Qutulish umidida Shahzoda qo'lidagi yagona signal raketasini uchiradi. Biroq uni hech kim sezmaydi. Buning o'rniga olovli o'q okean ustida turgan qo'rqinchli shaklni yoritadi. Shahzoda kutilmaganda paydo bo'lgan yangi qo'shnisidan o'rmon ichkarisiga qochib, chakalak zorlar orasiga yashirinadi. Biroz vaqt o'tgach, juda yaqin masofada o'sha maxluq paydo bo'ladi. Atrofni titkilab chiqqan maxluq qo'rquvdan titrayotgan qizni baribir sezmaydi va u yerdan ketadi. Kunduzi Shahzoda tasodifan boyagi buyumlar egasi bo'lgan oilaning yashirib qo'yilgan suratlarini topib oladi. Suratlarning birida jilmayib turgan ayolning ortida qorong'ulikda begona ko'zlar chaqnab turardi. Buni ko'rgan qiz chamadon va ikkita qutqaruv nimchasidan yasalgan qo'lbola Solda orolni tark etishga qaror qiladi. Ammo Sol doimo ag'darilib ketavergani uchun urinishi muvaffaqiyatsiz tugaydi. Endi qirg'oqda tunash mutlaqo xavfli bo'lib qolgan edi. Biroq xayriyatki, Shahzoda ichi bo'sh xoda topib, tunni o'tkazish uchun uning ichiga yashirinishga muvaffaq bo'ladi. Tun yarmida tashqaridan yana og'ir qadam tovushlari, ortidan esa norozi bo'kirish eshitiladi. Maxluq o'ljasining hidini sezgan ko'rinadi. U qizni xoda ichidan tushirib yuborish uchun uni urib, ag'darishga tushadi. O'z maqsadiga yeta olmagach, maxluq ketadi. Shahzoda esa ertalab tirik qolganiga shukr qilib, boshpanasidan chiqadi.
Kunduzi qahramonning kallasiga yangi reja keladi. U kichikroq akulani tutib, daraxtga osib qo'yadi. O'zi esa maxluqning husni jamolini ko'rish uchun chuqurga yashirinadi. Biroq bu reja butunlay barbod bo'ladi. Chunki maxluq o'zini qizga ko'rsatmasdan turib, xo'rakni o'g'irlab ketadi. Ertasi kuni qirg'oqqa kema yo'lovchilaridan biri Zekning mayib bo'lgan tanasi chiqib qoladi va qahramonimiz undan yem sifatida foydalanib, yana pistirma qurishga qaror qiladi. Bu safar u odamga o'xshash maxluq xo'rakni olib, uni okean tomon sudrab ketganini ko'radi. Keyingi kunni shahzoda eski latta va bir nechta arqonlardan gamak yasashga hamda uni ancha balandga osib qo'yishga sarflaydi. Tunda orol ustida momaqaldiroq ko'tariladi. Daraxtlarning g'irchillashi va kuchli shamol qizni uyg'otib yuboradi. Zulmatga tikilib, u palmalar orasida o'z boshpanasiga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashayotgan mash'um sharpani payqaydi. Maxluq shahzodaning qayerdaligini aniq bilardi va bu safar u o'ljasini deyarli tutib oladi. Gamakdan tushib ketgan qahramon qochishga tushadi. Maxluq esa uni ta'qib qila boshlaydi. Biroq qiz uchli tayoq bilan uni yaralashga muvaffaq bo'ladi. Shundan so'ng maxluq okean bag'riga qaytadi. Quyosh chiqqanda shahzoda o'zini tartibga keltira boshlaydi. Shu payt ufqda yorqin qizil rangli ishirilgan sol ko'rinadi. Uning ichida kemada omon qolganlar dugonasi Mia va yigiti Lukas bor edi. Suvdan chiqqan shahzoda darhol suyuklisini quchoqlaydi. Birozdan keyin esa sheriklariga bu yerda sodir bo'lgan barcha voqealarni aytib beradi. So'zini yakunlar ekan, qiz zudlik bilan orolni tark etishlari va g'arb tomonga suzishlari kerakligini aytadi. Chunki u yo'nalishda tez-tez samolyotlar uchib o'tadi. Demak, ular u yerda yordam topishlari mumkin. Biroq Lukas va Mia uchun eshitganlari ishonarsiz tuyuladi va ular vaqt o'tishi bilan qirg'oqqa yana ko'proq buyumlar chiqib qolishiga umid qilib, shu yerda qolishni xohlashadi. Bu narsalar yordamida ular jon saqlashlari mumkin edi. Keyinroq shahzoda Lukasdan Shveysariya pichog'ini oladi va yigitdan Mia bilan gaplashib olishni so'rab, ovqat qidirishga ketadi. Hayratlanarlisi, qiz pichoqda qizil izlarni ko'rib qoladi. U kichik o'lja bilan qaytganida Lukas qat'iyat bilan Mia ikkalasi hech qayerga suzmasliklarini ma'lum qiladi. Chunki ular charchagan va chanqagan edilar. Boz ustiga erkak yovuz maxluq haqidagi gaplar shunchaki shahzodaning kuchayib ketgan paranoyasi natijasi ekanligiga shama qiladi. Kun kech bo'layotgan edi. Lukas va Mianing qirg'oqda miriqib suhbatlashayotganini kuzatgan shahzoda zaxiralarni solga yuklaydi va sezdirmasdan orolni tark etishga urinadi. Ammo uning omadi kelmaydi. Mia uni payqab qoladi va Lukas bilan birga dugonasining boshiga urib, hushidan ketkazgan holda ortiga qaytarishadi. Shahzoda tunda o'ziga kelganida palma daraxtiga bog'langan edi. Ko'p o'tmay Lukas keladi va o'ziga ishongan holda hech qanday maxluqni topmaganini aytadi. Mia esa qirg'oq bo'ylab sayr qilishga ketadi va juftlikka vaziyatni muhokama qilib olish uchun imkon beradi. Hissiyotlarga boy suhbat davomida Lukas kutilmaganda shahzoda ham xuddi Zek kabi chidab bo'lmas darajada qaysar ekanligini aytadi va shu payt Mianing quloqni teshgudek baland qichqirig'i eshitiladi. Lukas yordamga shoshiladi va uni maxluqdan tortib olishga harakat qiladi. Biroq yovuz kuch uni baribir suv ostiga tortib ketadi. Kunduzi shahzoda nihoyat Lukasni orolni tark etishga ko'ndiradi. Ikki olon baliq tutishadi va sayohat uchun barcha kerakli narsalarni tayyorlashadi. Tez orada juftlik solni suvga tushirib qirg'oqdan uzoqlashishadi. Damlangan sol ichida shahzoda qizil izlarni ko'radi va Zekni Lukas tinchitganini anglaydi. Shu payt kutilmaganda ularga maxluq hujum qilib, solni cho'ktiradi va shahzodani suv ostiga sudrab ketadi. Qiz o'zini yo'qotib qo'ymay, maxluqni yaralaydi. Shunda maxluq uni qo'yib yuboradi va Lukas tomon yo'naladi. Erkak hech narsa qila olmaydi va maxluq uni qo'yarda qo'ymay o'z uyasiga mehmonga olib kirib ketadi. Holdan to'ygan shahzoda amallab orolga qaytib keladi. Qiz endi boshqa yashirinmaslikka va shafqatsiz maxluqqa qarshi kurashishga qaror qiladi. Mabodo halok bo'lsam degan xayolda shahzoda o'z tarixini yozib qoldiradi va jang uchun tayyorgarlikni boshlaydi. Orolda quyosh botganida maxluq ozuqa izlab yana qirg'oqqa chiqadi. Baliq yordamida qiz uni quruq o't va shox shabbalardan yasalgan tuzoqqa jalb qiladi. So'ngra uni ustidan o't qo'yib yuboradi. Maxluqni chalg'itgan shahzoda kutilmaganda unga bir necha bor hujum qiladi va har safar uning tanasiga uchli tayoqlarni sanchadi. G'azablangan maxluq qizni plyaj tomon quva boshlaydi. Biroq ko'p o'tmay olgan jarohatlari tufayli qumga qulaydi. Film shahzodaning maxluqni boshini suvenir sifatida olishi va uzoqdan orol tomon kelayotgan kemadagilar oroldagi olovni payqashi bilan yakunlanadi. Yana shunday zo'r videolar ko'rishni istasangiz, shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr do'stlar!